Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilar. Assalomu alaykum Navoiy akalar. Mana biz Nurot aka keldik. Ular tandirda ham qurib o't yoqishyapti mana. Tandir tayyor. Bitta o't yoqib oqartirib beriladi. Apparatlarni ham ustunovka qildik. Hamma joyda. Mana. Kompressor 5 shumli 2 motorli 50 talik. Bitta apparat. Meshalka, xamir meshalka 50 kiloli. Avtomatik o'z sentrini topib ishlaydi. Garelkalarni ham aytishgan edi, komplekt olib keldi, garelkasini ham. Akamiz o'sha navoiychilik biznesini qilaman deb aytishgan ekan. Mana shu holatda tayyorlab komplekt olib keldik. Tandirlar bilan komplekt. Akalar kimga mana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, kim shunaqa navoiychilik biznesini yo'lga qo'yaman desa yoki joyi bo'lib turib o'sha qanaqa biznes qilayin ekan deb o'ylanib o'tirgan bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, maslahatini beramiz. Mashina navoiychilik biznesini yo'lga qo'ysalaring bo'ladi. Joylaring bo'lsa, elektr yoqilg'isi endi nonni pishirish propanga ustunovka qilsalaring ham bo'laveradi. Bitta apparat bizdan, meshalka bizdan, tandirchini ham gaplashib beramiz, o'zi olib kelib qurib, o'rnatib berib ketadi. O'zbekiston bo'ylab eltib beramiz. Hozir biz Navoiy viloyati Nurota tumanidamiz. Farg'ona Uchko'prikdan keldik. Pastda nomerlar qoldiramiz akalar. Mana shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib beramiz akalar, gazini bosamiz. Navoiy akalar.